Assalomu alaykum Apple'chilar, yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz siz bilan o'chib ketgan rasmlarni iPhone yoki iPadda qanday tiklashni o'rganamiz. Qani boshladik. Birinchi usul haqida gapiradigan bo'lsak, bu usulni deyarli hamma biladi. Kelinglar o'sha bilmaydigan insonlarga yoki bo'lmasa yangi iPhone sotib olgan insonlarga bu usulni yana bir marta eslatib o'tib ketamiz. Buning uchun biz fotoga kirib o'ramiz. Fotoda aytaylik, mana bu yerda qandaydir bir videolar yoki rasmlarni o'chirib yubordingiz, to'g'rimi? Buni iPhone sizga 30 kun mobaynida qaytarib tiklashingiz uchun nima deydi, imkoniyat yaratib beradi. Bular o'sha недавно удаление degan papkada, ya'ni o'sha korzinkada joylashgan. Ushbu korzinkani ochib olganlaringizdan keyin mana o'chirgan rasmlaringiz 29 kun ichida tiklanmasa o'chib ketadi avtomatik. Ularni tiklash uchun tepadagi mana bu yerda vibrat tugmachasiga bosasizlar. Keyin qaysi rasmni tiklamoqchi bo'lsangiz o'sha har bittasini belgilab turib восстановить tugmachasiga bosasizlar va bu rasmlar mana yana qayta tiklandi. O'zini joyiga kelib oldi. Bu yerda o'chib ketgan rasmlar o'sha 30 kun mobaynida saqlanib qolmagan bo'lsa, 30 kundan oshib ketgan bo'lsa, ushbu rasmlar balki iCloudingizga saqlanib qolgan. Ularni tekshirish uchun esa kompyuter orqali iCloud.com saytiga kirib olamiz. Hozir buni sizlar mana kompyuterlaringizdan keyin o'sha Safari yoki Google orqali iCloud.com deb yozib olasizlar va iCloudga kirganlaringizda YT degan tugmacha bor. Ushbu tugmachaga bosib, bu yerga keyin Apple IDlaringizni berishingiz kerak bo'ladi. Va mana iCloudga kirib olganlaringizdan so'ng esa pastroqqa tushsanglar, mana bu yerda fotolar saqlanadigan joy bo'ladi. Bu fotoga bizga hozir bu yerda rasm kerakligi uchun o'sha fotoga bosib olamiz. Va bu yerda bizga o'sha iCloudimizga saqlanib qolgan rasmlarni ko'rsatadi. Va bularni biz qaysi kerakligi bo'lsa, o'sha keraklisiga bosib turib, mana bu yerda o'sha cloud tushirilgan logosiga bossak, ya'ni o'sha загрузить tugmachasiga bossak, bizga ushbu rasmlarni o'sha kompyuterimizga saqlab beradi, qaytadan tiklab beradi. Lekin sizlarning esingizda tursin, ushbu iCloudlaringizda faqatgina 5 GB joylaringiz bo'ladi. Agarda o'sha 5 GB dan oshib ketsa, keyingi tushiriladigan rasmlar yoki saqlanishi kerak bo'lgan videolar u yerda saqlanmaydi. Bu vaqtda sizlarga o'sha fotoga kirganlaringizda mana bu yerda o'sha pastda ko'rsatib turadi, mana sizlarga o'sha nima deydi, ogohlantirish beradi. Ya'ni sizning iClouding уже to'lib bo'ldi. 3500 tadan ko'p rasmlar hamda 610 ta video iCloudingga saqlanib bo'lmayapti deb sizlarga nima deydi, sotib olishlaringiz uchun Apple o'sha joylarni, o'sha iCloud xotirasidagi joylarni sizlarga taqdim qiladi. Ularni bemalol nima deydi, 50 GB masalan 99 sent to'lab oyiga yoqtirishingiz mumkin yoki bo'lmasa 200 GB uchun 3 yevrodan oyiga to'lab bo'lsanglar, sizlarda 200 GB iCloudlaringizda xotira bo'ladi. Va o'sha xotiraga tushgan rasmlarni har doim sizlar topa olasizlar. Va keyingi usulimiz esa o'sha backup, iPhone backup orqali amalga oshiriladi. Uning uchun sizlar avvaldan o'sha iPhone'laringizda backupni yoqib qo'ygan bo'lishlaringiz kerak. iPhone'da qanaqa backup yoqishni men tepada videosini qoldiraman. Mana shu videoga kirib turib qanaqa qilib yoqishni o'rganishingiz mumkin. Yana bu yerda biz yoqilganmi yoki yoqilmaganmi o'sha narsani tekshirib olishimiz uchun biz nastroyga tugmachasiga kirib olamiz hamda ism familiya turgan joyga bosamiz va bu yerda biz iCloud tugmachasiga bosamiz hamda mana rezervная kopiya va iCloud degan tugmachaga bosamiz hamda bu yerda biz tepada turgan ikkita tugmachani yoqib qo'yishimiz shart. Hamda mana bu yerda turibdi soздать резервную копию. Bunga hozir men bosmayman, chunki menda 2022-yil mana 17-mayda o'sha oxirgi marta soat 22:47 da yoqilgan. Bu degani o'sha 2022-yil 17-maydan o'sha soat 22:47 dan keyingi bo'lgan rasmlar
manda o'sha iPhone backupga saqlanib qilib borilgan. Agarda hozir men sozdat rezervni kopiyaga bossam, bundan keyin, ya'ni bugungi kundan keyingi rasmlar ushbu backupda saqlanib boradi. Menda o'sha ochilgan, agar sizlarda yoqilmagan bo'lsa, backuplaringizni yoqib qo'yishlaringiz tavsiya qilinadi. Va bundan tashqari yana bir ajoyib pullik toolslar bor. Pullik toolslar orqali rasmlarni tiklashni keyingi videolarda xudo xolasa sizlarga taqdim qilaman. Ushbu video sizlarga manzur keldi degan umiddaman. Agarda yordam bera olgan bo'lsa, juda ham xursandman. Like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha